Bugun pishiriqxonalarda setilishi o't bo'lib mengayotgan shakar bilan tuxumdan tayyor bo'ladigan mushunga o'xshash etilishi intayin oddiy cho'nglarni yaxshi ko'rib yeydigan, bolalarni yaxshi ko'rib yeydigan, shakli ko'rkam o'z yeyishlik bo'lgan mushundoq farg'ona tort yasash usulini olib keldim. Etish usulimi intayin oddiy do'stlar. Bir qatim ko'rsanglar o'rganalaysizlar, filmni oxirigacha ko'rib yurak bosqash bizni qo'llash o'ltirasizlar do'stlar. Eng avval quruq qachimizga tuxumning eqidan 500 gram qo'yib olamiz, do'stlar. Shakardan 400 gram selib olamiz. Bu ikkisini dadanji bilan ravrus chilib, buni rishalalatga ekib olamiz. Tuxumning eqini eng avval bir 10 minut burun beshang sep qo'ysanglar texim yaxshi ko'pidi do'stlar. Chunki ko'ginolardek mushtaq rishalalatga kelgan vaqtda 200 gram uni to'kib olamiz. Andan keyin 400 gram shilvaga yangoqni to'kib olamiz, do'stlar. Keyindan 5 gram atrofida fodafini to'kib olamiz. To'kib buni davomli aralashtiramiz yana. Mushta dadanji bilan davomli aralashtirib, jaqarlashtirsanlar bo'ldi 2 minut atrofida aralashtirib ham aralashtirib olsanlar bo'ldi do'stlar. Buni paloqlarimiz bilan ravrs yigizib o'tgandan keyin mana o'xshash lisimizga may qayga silib, buni duxovkaga silib 150 gradusda 25 minut atrofida pishirsanlar mushunga o'xshagan farg'ona tort pishib chiqadi do'stlar. Endi buning ustini zinnatlash uchun mana o'xshash qaymoqli iris ketadi do'stlar. Bugun mening ishlatganim bo'lsa, izchil butun diqqatini mush yemakli xurish sohasi qaratayotgan mushu Qalbnur shirkatiniki Faxr markasidagi iris, Vodafone, ananiki Neyfin do'stlar. Sizlarga lozim bo'lib qolsa bosh pat kirib avasanglar bo'ldi. Butun materiallar to'liq do'stlar. Endi pishib chiqib olgan farg'ona tortlarimizning ustiga mushu iris qaymoqlarimizni surib qilib bo'lgandan keyin uning ustiga tekshi shilvaga yangoqlarimizni chechib olamiz do'stlar. Yangoqlarni chechib qilib bo'lgandan keyin uning ustiga mush Faxrimning nayfanlardan azroq chechib qo'ydim do'stlar. Puraqli ham chiroyli chiqadi debchi. Uningdagi o'zimiz yaxshi ko'rgan shakllarda mushundaq kesib iste'mol qilsak bo'ldi yoki mush hayit bayramlarda dasturxonlaringizga tizsanglarmi gul chiqarib yetadi do'stlar. Mush pishiriqxonlarga yangilik qilib chiqaradigan bo'lsanglar ajoyib payzi, ajoyib tamlik shakli hem öz yeyishlik chiqadi do'stlar. Jumi. Unda bo'lsa suyimli tuqqanlar ko'rib mishaga chiqapsizlar. Ajrim uchun bo'lsa-mu, mehrlik yurqinlardan bir dona berib qo'yishni hargiz unutmanglar. Yo'ltiz belgisini besib saqlab olinglar. Kelar qatim izdigan vaqtinglar topolmaysizlar. Xayr xo'sh.